Assalomu alaykum. Hurmatli aziz Doktor Bobon kanalimizning obunachilari, mehmonlari, tomosha qilayotganlar hammangizlarga ertalabki salom. Bugun mana 23-mart Navro'zlar avjida, Navro'z bayramlari. Men sizlarga bugun o'zimni bitta qilgan ishimni ko'rsatmoqchiman. Faqat uzum demasdan bitta akalarimiz boshqa narsani ham ko'rsating degandilar. Shunga uyda ikki tip bodom ko'chatim bor edi. 3 yillik, 4 yillik bo'lib qolgan. Shunga bu yil o'tgan yili bittasiga kurtak payvand qilgandim. Shaftoli bodomga. Bu yil shu bodomni kesdim, yana shaftoli payvand qildim. Marhamat, bir ko'rsatay sizlarga shuni. Mana bu yerda o'tgan yili bitta kurtak payvand qilgandim shaftolini. Shaftolini zo'ri. Otini bilmayman, lekin bitta tog'amdan olib kelgandim. Keyin bu yil mana bu yerga yaxshilab ulab qo'yganman. Ulaganlarim xudo xolasa sekin mana ko'karayotganga o'xshayapti. Ulaganimga bir 15 kun bo'lib qoldi. Yana bittasi bor. Mana bu yerda bodom ko'chatida yaxshigina. Menga bodom yoqmadi, menga bodomdan shaftoli yaxshi bo'lsa kerak deb turib, bodomga shaftoli ulaganman. Mana bitta bu yerda. Mana bu yerda bitta. Mana bu yerda bitta mana. Xudo xolasa ko'karib qolsa kerak bunisi ham. Mana shu yerga ozgina uzun boq qildim. Shunday qilib uzun boq qilganman. Bu yerga 6 qator двухплоскостная шпалера deyishadi rus tilida. Haligisini qatoriga uzunlarni ekdim. 2 qator yog'ochdan ko'targanmiz. Ko'tarib bunday uzunlarni ekib qo'yganmiz. Mana hozir bu yerda Husayn uzunlar bor. Mana Husayni. Mana bu yerga har xil ko'chatlarni ildizlatish uchun ko'mib qo'yganman. Bu yerda bir 7 xil uzunni turidan ildizlash uchun ko'mib qo'yganman. Xudo xolasa bu ham bo'lib qoladi. Mana shunday qilib shpalera qildim. Tok sim tortamiz bu yoqqa yoniga. Bitta ilgidan joydan ikkitadan to'rttadan qo'l qo'yib turib bog'laymiz orasiga. Mana bu yerda mana tortib qo'yganmiz simlarni mana bu yerga. Mana bu yerda mana bu uzun qoradamizki. Mana bu yerda avatar degan ko'chatimiz ikki tip. Mana xudo xolasa bu yil hosil kiradi. Mana bu yerda mana uzunimiz ko'karyapti. Mana bu uzunimiz nomi Rossiyadan kelgan Tornado. Xudo xolasa nasib bo'lsa o'sha kunlarga yetsak ko'rishamiz. Mana bunisi Padarak Vinokuru degan uzunimiz bor bu yerda. Yana hozir yo'q o'tamiz. Mana bu yerda uzunlarini ko'rsatay. Bu yerda payvand qilganman. Kishmishga avatar hayot qilganmiz. Mana bu yerda ham kishmish bor, avatar payvand qilganman. Bu yil xudo xolasa hosil beradi. Mana bu avatar ko'chatimiz o'tgan yil ko'rsatgan qo'yganim mana bu ham olib bo'lyapti xudo xolasa. Mana bu yerda rossiyskiy uzumlardan Arkadiya degan sorti bor. Arkadiya sorti. Bu kishmishga avatar ulaganman bu yerda. Bu yerda ham kishmishga avatar ulaganman. Mana bu yerda esa akajonlar mana bu uzumimizning nomi Indiana. Bu ham Rossiyadan keltirilgan. Mana bu yerda o'tgan yil keltirgandim Rossiyadan. Bu uzumning nomi Preobражение. Akajonlar. Mana shunaqa ishlarni qilib o'tirib bizning hovlimizda bekor bo'sh payt bo'lganda. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Xudo xolasa mana bugun yana bir 15 xil uzumlar Rossiyadan kelyapti. Gibridniy sortlardan. Xudo xolasa kelsa, обязательно sizlarga ko'rsatib
o'tamiz. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Sizlarga, sizlarning oila a'zolaringizga tinchlik, omonlik, sog'lik tilab qolguchi Doktor Bobon kanalining yurgizuvchisi Doktor Abdullayev bo'lamiz. Sog' bo'lingizlar.